Joriy yilning 29-yanvar kuni Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, Jinoyat qidiruv boshqarmasi, Qumqo'rg'on tumani Ichki ishlar bo'limi va Davlat xavfsizlik xizmati tuman bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida Qumqo'rg'on tumani Uyas mahallasida yashovchi 1972-yilda tug'ilgan fuqaro o'z yashash xonadonida jinoiy yo'l bilan moddiy daromad ko'rishni maqsad qilgani aniqlandi. Tezkor tadbirlar davomida mazkur xonadonda ushbu shaxs o'ziga oldindan tanish bo'lgan viloyatning Denov, Jarqo'rg'on va Qumqo'rg'on tumanlarida yashovchi jami 12 nafar shaxsni to'plab, bir guruhga birlashib, moddiy manfaat evaziga qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etib kelayotganligi aniqlangan. Shuningdek, ushbu o'yinlarga tikilgan jami 10,227,000 so'm miqdoridagi pullar hamda qimor uchun mo'ljallangan 16 quti o'yin kartalari ashyoviy dalillar sifatida xolislar ishtirokida hujjatlashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan xonadon egasiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, 12 nafar o'yin ishtirokchilariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 191-moddasi bilan ma'muriy ish qo'zg'atilib, chora ko'rishlik uchun jinoyat ishlari bo'yicha Qumqo'rg'on tuman sudiga yuborilgan. Bu kabi qonunbuzarliklarni aniqlash va oldini olish ishlari kelgusida ham izchil davom ettirilishi, aholini esa qonunga zid holatlar haqida o'z vaqtida tegishli idoralarga xabar berishi so'raladi. Faqat hamjihatlik va qonun ustuvorligi orqali jamiyatda tinchlik va osoyishtalik ta'minlanadi.